Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi videomiz yaqin orada ayrilgan kishilar uchun. Yangi ayrilgan bo'lsangiz, aqlingizdagi kishi, ko'nglingizdagi kishini sizga bo'lgan hozirgi o'y-xayollari, fikrlari, yana siz haqingizda qanday planlari bormi, yo'qmi, shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Xo'sh, avvalo mana shu birinchi pozitsiyani tanlagan insonlardan boshlaymiz. Aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishini hozirgi vaqtda fikri, xayoli nimada? Yangi ayrildingiz deyapti. Yangi ayrilganlar uchun zaten bu nima? Aytyaptiki, ozgina ko'ngli og'rib qopti deydi. Sizga nisbatan ko'ngil og'rishi bor yoki sizni aksincha yoki sizni ko'nglingizni og'ritgan bo'lishi mumkin. Lekin aytyaptiki, kimlarnidir vositasi bilan yoki qayerlardandir chekkadan sizni kuzatib yuribdi deyapti. Ya'ni internet orqalidir yoki biror kimlardan gap olib, ular orqalidir siz haqingizdagi ma'lumotlarni bilib, sizni kuzatib yuribdi bu oralar. Aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishi deyapti, sizga bo'lgan tuyg'ulari hali beri o'lmagan, hali beri bu tuyg'ular bor deydi. Imkon tug'ilishi bilan mana bu ozgina g'ururini, egosini bir chekkaga sura oldigi vaziyatda kutilmaganda sizga surpriz qilib qarshingizga chiqishi kutilmoqda. Ya'ni aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishini hali ham aqlida borsiz, ko'nglida borsiz, zimdan sizni kuzatib yuribdi va tez orada ishonchim komilki, tez orada sizga aloqaga chiqadi yoki qandaydir surpriz bilan qarshingizga chiqadi. Ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan yangi ayrilgan insonlar, aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishini siz haqingizdagi tushunchalari, siz bilan bog'liq planlari bormi? Aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishi bilan o'rtada xiyonat masalasi aralashib ayrildingiz deyapti. Hozirgi paytda vaziyatingiz juda ham og'ir, tushunyapti bu yerda kartalarim hatto ko'ryapti. Lekin aytyaptiki, hamma narsani orqada qoldirib deyapti, olg'a intil deydi. Olg'a intil, yangi sarguzashtlarga, yangi tanishuvlarga ochiq bo'lgin, yangi insonlarni hayotingga olishdan qo'rqmagin. Aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishiga kelib aytib turgan bo'lsak, u tuyg'ulari bilan bog'liq muvozanatsizlik bor. O'sha muvozanatlari qo'liga tutishga harakat qilyapti. Aslida nimani xohlab xohlamasligini tushunib yetmayapti, lekin sizni uni ko'nglida, qalbida va hayotida o'rningiz bor ekanligi ko'rinyapti bu yerda. Aytyaptiki, sen meni suyanchig'im, tayanchig' edim deyapti. Men o'zimda egolarim yuzidan, ya'ni egoistligim, o'zimga ko'p andaqa berishim va senga e'tiborsiz qolishim va uchinchi insonlari ta'sirida deyapti. Seni ko'nglingda og'ritib deyapti. Seni qiyin vaziyatga solib qo'ydim deyapti. Aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishi sizni ko'nglingizni og'ritganidan pushaymon. Imkoni bo'lsa edi deyapti, eski kunlarimizga qaytib munosabatlarimizni tiklasaydik degan o'y-xayollar ichkarisida, lekin bilib, ko'ngli sezib turibdiki, hamma narsa oldingidek bo'lishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin deyapti, man deyapti, albatta deyapti, o'sha yo'llarda ochishga harakat qilaman. Mana shu to'siqlarni yengib o'tib, chiroyli, baxtli hayot qurishga harakat qilaman degan o'y-xayollari bor. Lekin sizga nisbatan shunaqangi tavsiyasi borki, bu kartani yangiliklarga va yangi hayotga ochiq bo'ling degan nimasi bor. Ya'ni orqaga qaramasdan olg'a intilish kerakligi ko'rinyapti bu yerda siz uchun. Lekin aqlingizdagi, ko'nglingizdagi kishi har yildan yo'lingizdan chiqishga harakat qilishi bor. Chunki hali beri sizdan batomoman voz kechgani yo'q. Sog' bo'ling.